Shvetsiya poytaxti Stokgolmdagi Skandinaviya davlatlari, Shvetsiya, Norvegiya va Daniyada istiqomat qilayotgan yurtdoshlar bilan O'zbekiston delegatsiyasi ma'rifiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliqnazarov va din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Davronbek Maqsudov ishtirokida etgan ushbu tadbirda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z yuritildi. Xususan, Ramazon hayiti arafasida Islom sivilizatsiyasi markazi va Imom Buxoriy majmuasining foydalanishga topshirilishi yurtdoshlar uchun muhim bayram sovg'asi ekani alohida ta'kidlandi. Ushbu rasmiy xabarni mazmuniga diqqat bilan qaralsa, tashrifning asl maqsadi diniy ma'rifat emas, balki xorijdagi o'zbekistonlik musulmonlar ustidan siyosiy nazorat o'rnatish ekani ko'rinadi. Xabarda aytilganidek, delegatsiya tashrifi davlat rahbari tashabbusi bilan yurtdoshlarning ahvolini o'rganish niqobi ostida o'tmoqda. Aslida muftiy va diniy qo'mita rahbariyatining Skandinaviyaga borishi Yevropaning nisbatan erkin muhitda yashayotgan musulmonlarning fikriy yo'nalishini nazorat qilish va ularni hukumat belgilab bergan rasmiy din qolipida ushlab turishga qaratilgan yumshoq kuch amaliyotidir. Davlat diniy idoradan musulmonlarning siyosiy va diniy qarashlarini nazoratga oluvchi mafkuraviy targ'iboti sifatida foydalanmoqda. Xabarda alohida urg'u berilgan Islom sivilizatsiyasi markazi va Imom Buxoriy majmuasining ochilishi haqidagi gaplar esa xorijdagi musulmonlar uchun shunchaki ko'zbo'yamachilikdir. Yurt ichida musulmonlar hali ham soqol, hijob va farzandlariga islomiy ta'lim berish masalasida tizimli to'siqlarga duch kelayotgan bir paytda Stokgolmning hashamatli zallarida diniy islohotlar haqida hisobot berish ikkiyuzlamachilikdan boshqa narsa emas. Agar hukumat chindan ham musulmonlarning huquqlarini himoya qilishni istasa, Yevropadagi mehmonxonalarda majlis o'tkazishdan ko'ra, yurt ichida musulmonlarning o'z diniga emin erkin amal qilishini ta'minlagan bo'lmasmidi? Bu tashriflar xalqaro hamjamiyat va musulmonlar ko'zida xalqparvar davlat qiyofasini yaratish uchun sahnalashtirilgan navbatdagi spektakldan boshqa narsa emas. Musulmonlar dunyoning qaysi burchagida bo'lmasinlar, o'z e'tiqodlari, qadr-qimmatlari va insoniy huquqlari to'liq ta'minlangan holda faqat xalifalik davlati soyasidagina xotirjam yashay oladilar.